Aş orun şu berip o'tasa o'zi keldi. Ma. Zola bitken sakkiz qıçamaya gap qilamsam. Gap qilmamsan. Til o'g'andek qanjiqlatmay. Gap qilsam ketitgan shu jig'lar. Buda gap qilmamda o'zingning ortiqchiligini namoyon qilib qirqni qartib ola. Menga dalti to'qimning poqi. O'zingning ortiqchiligini ko'zdim. Qapımına keçip kaldım. Qadik bektabsiz ag'ish kelganda. Rahmet. Dabjal olamsiz. He? Dabjal olamsiz. Ya. Men jalalayman. Bir payda chap beraymi? Bo'ldi. Bizden bir çek. Ha, yaqin yazı qandaroq ishlaringiz yaxshimi? Xili yaxshi emas. Nima ishlarni qilyapsiz? Yaqindan yozi shu. Dabjilib. Birini chap beraychi. Bo'ldi. Neden sal jiqqa bo'ldi? Ams bo'y chap ber. Bo'ldi. Dabni qo'yib turlar bo'ldi. Demakchi bo'g'inim, olsam yaqinda sizni bir shirkat ishlayotdi deydi. Men yaqindan yozi Behzobning shirkatida ishlayapman. Yoz keldi emasmi? Qadik Behzobni to'yjigan qilma. Issiq o'tib qolmasin deb. Yo, oxir bir normal gap qildi ham avval. Bu Behzob rostligandek bo'ldi-chu, adami pek yaqin emas, siqqindi. Qaylaganda xili aldirashgansiz, ha? Haqlab besib pishiyotdi buni. Vahshiy aldirash. Beka vaqtlaringizda-chu. Baka vaqtlarimmi ba? Shu dabjilib o'tmay shu. Nope. Birini chapiraychi, birini. Bo'ldi. Dabni qo'yinglar bo'ldi, dablar ham qoldi ekansiz. Mayli. Tamoq yerda qo'sa qashdi. Nima yeysiz? Avay cheganda qarag'andim. Dabdik. Biliqlab ekan. Tarag'ishdi. Birini ham O dabni qo'yib qo'yinglar bo'ldi. Anisi madabni yoqtirmagan bo'lsangiz. Ma yuqoriroqni chapiray, ishtayangiz ochidi. Qo'ya! Dablan bildi ekansiz, boshqangiz bilmamsiz deyman. Boshqa ishni qila olmayman. Nima ish bilsiz? Ishki Behzobni so'qashtirib, dabdan ovozini chiqara olmayman. Apana, acha, dablan bilamsan, ketdim men. To'xtang. Men boshqa ishni qila olmayman. Nima ish bilsiz? Sapoyim chala olmayman. Yepon beshik kiygizib qo'yibsan.